alaykum, hurmatli Lidermesh texnikasini kanalini kuzatuvchilari, do'stlar, sog'mi salomatmisizlar? Bize kutgan günam ozgina gün qoldi, xudo xolasa. Gentrani 31-may günü o'yinimizda va'da berib qo'ydik, va'da ma'fuf, xudo xolasa 31-may günü soat 7:00 da shu yerda o'ynaladi. Hammani taklif etib qolaman. Kelgan odamlar shu yerda jonli tarzda ko'radi, suv bu shu yerda ichib, chiroylatib o'tirib beramiz. Undan tashqari, bu sovg'alardan tashqari ham kelgan klientlarimiz uchun maxsus bir zo'r sovg'alarni qo'yib beramiz, xudo xolasa. Sir bo'lib qolsin-ku. Qaranglar do'stlar, tez ulgurib qolamiz. Dukanimizda aksiyalar zo'rlari bo'lib turibdi. Kelib xarid etib olasiz. Yanında podarkilarni qo'shib beramiz. Podarkilardan tashqari bir dana Gentra qo'yibmiz sizlar uchun, do'stlar. Bir dana Gentra. Qop-qorasidan, katta bolalarnikidan deydi-ku. Undan tashqari 5 dana xolodilnik, 5 dana pilisos, 5 dana pechki, 5 dana gaz filtr. Buni unutib olish shartlarini chek. Bizning Lidermesh texnika magazinimizga kelasiz. Iboy bir narsani xarid etib olasiz. Xarid etib olishdan keyin uni o'zining podarkilari, barabandan sovg'alarini berganimizdan tashqari Gentraga bilet beramiz. Gentradan tashqari 20 dana bitoy texnikasi bor. Bu ham 31-may günü hammasini o'ynaymiz shu yerda. Hammani taklif etamiz, shu yerda chiroylatib, shov etib o'tirib beramiz. Xudo xolasa hozir ichana girib, qisqacha bo'lib turgan aksiyalar haqida ham danishtirib o'tamiz. Do'stlar, kuzatishda davom etinglar. Chunki Lidermesh texnikasi sizlar uchun izlanishdan to'xtamaydi. Inam sovg'alar ham xudo xolasa yaxshi niyat etganlar like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa bugun sizlar uchun kommentariya show ham qo'yamiz. Bunaqasini bo'lmaganidan qo'yamiz, xudo xolasa. Do'stlar, qaranglar, xolodilnikni sezoni bo'lib turibdi. Xolodilnikni sezonida narxlarni skidkaga tushirganmiz. Skidkadan tashqari zo'r bonuslarni, zo'r aksiyalarni ko'p beribmiz. Qani nechik bo'ladi degan yurtdoshlarimiz uchun. Birinchi o'rta assortiment juda katta. O'zbekistonda почти bor brend bo'lsa, hammasi LG, Samsung, Weston, Toshiba, Beko, hamma mahsulotdan bor. Hammasini narx yozib turibdi. Har doim aytaman, bizning magazinda narx yozib turibdi. Liboyer bilan solishtiringlar. Gaqara bir tushuntirib beramiz. Beko rossiyskiy bo'ladi, Rossiya kompaniyasi. 7 million 400 bo'lgan, 6 million 700 tushgan. Uning yanında 8 kilolik bir dana kir mashin qo'shib beramiz. U aksiyamiz 5 milliondan baland hammasini amal etadi. 5 milliondan baland Liboy bir xolodilnikni xarid etib olasiz, bir dana 8 kilolik kir mashin qo'shib beramiz. Yo'q uka, menga kir mashin kerakmidi? Menga gaz filtr kerak, menga xolodilnik kerak, menga televizor kerak degan yurtdoshlarimiz uchun avtomat kerak emas, 4 million so'm kupon qo'shib beramiz. Bo'ldimi deb turibmiz, hali bo'lmadi. Demak, xolodilnikni 5 milliondan baland Liboy birsini xarid etib olasiz, bir dana 8 kilolik original kompaniyani kir mashinini qo'shib beramiz. Yo'q, kir mashin kerakmi desangiz 4 million shtir qo'lingizga beramiz. 4 milliondan Liboy narsa xarid etib olishingiz kerak. Mumkin. Undan tashqari 4 million kupondan tashqari barabandan bir dana sovg'asi ham bor yana. Pilosi qo'shimchasi. Barabandan nima bor? Pechki 400 ming so'm pul yutqi, televizor, telefon, mikser, pilisos, qarich hamma tur katta sovg'alar bor. Shulardan birsini qo'shib beramiz. Bir barabandan sovg'a 4 million so'm pul. Gentraga bilet. Gentrani 31-may günü 7:00 da g'olibini aniqlaymiz. Demak, ulgurib qolish kerak. Soch uchun fen tushdi. Masalan, Liboy 30 lik televizor bor, har xil sovg'alar bor. Bu sizlarni bizning kanalni ko'rib kelganingiz uchun. Avtomatdan tashqari barabandan sovg'asi, undan tashqari Gentraga bileti, dastavkasi, ustanovkasi. Xolodilnikning assortimentlarini bitta yana tushuntirib o'tdik. Yana Weston TCL, yana Westonniki bor, Samsung kattalari bor, yana LG'larimiz bor, Samsung, yana Vestel kompaniya, LG kompaniyalarimiz yana hammasidan bor, hamma modellaridan bor. Kelasiz, Liboyerni ko'rib kelasiz. Görüp kelganingizda arzon harakatib beramiz. Xudo xolasa, yanında avtomatini qo'shib beramiz. Avtomat kerakmi desangiz 4 million pulini, undan tashqari barabandan sovg'asi, undan tashqari Gentraga bileti, dastavkasi, ustanovkasi ham bor. Ulgurib qolinglar, bu aksiyamiz 31-mayga дейін davom etadi, xudo xolasa. Gelsanglar chiroylatib, ochilmaganidan beramiz, astat kuvach bermaymiz, paketidan beramiz, xudo xolasa. Bu narsani nechun aytib turibman? Ayrim bir dukanchilar borman, ochilgan, birovdan qaytib kelmas sotadi deb aytamiz. Ular aqlimni o'ynab chiqargan narsasi. Bizdan Liboy narsa xarid etib olsangiz, oldindan aytamiz, birdan akan bo'lsa, birdan akan deymiz. Ochilmay turibdi, bor dedikmi? Ochilmay turgani обязательно boradi, xudo xolasa. Endi kichkina xolodilniklarimizdan Liboy birsini xarid etib olasizlar, yanında 1 million 500 ming so'mlik pilisosini tekina beramiz. U degani nima degani? Kelasiz, Optima 2 million 600 ming so'm, yanında 1,5 millionlik Samsung pilisosi. 3 million so'm, masalan, 1,5 millionlik pilisosi. Kichkina xolodilniklarimizdan assortimentlar, katta podarkilarni zo'rini beribmiz. Undan tashqari Gentraga bilet ham bor, dastavkasi, ustanovkasi ham bor. Endi avtomatlarga keladigan bo'lsak, avtomatlarda zo'r skidka, zo'r aksiyalar bo'lib turibdi. Nechik istami?
Bizden gelip Liboy bir türdeki avtomatlı xarid etip alasılar. Xohlaganasına mesela Beko 7,5 kiloluk. Bir 6 milyon 800 bo'lgan 5 milyon 700'e tushgan. Beko 7 kiloluk 5 milyon 900 bo'lgan 5 milyon 300'e tushgan. LG 5 milyon 400 bo'lgan 4 milyon 900'e tushgan. Короче Samsung 6 milyon 600 bo'lgan 8 kiloluk. 6,5 kiloluk uzr. 5 milyon 800'e tushgan. Короче assortiment juda katta. Liboy bir kir mashin Samsung deysizmi, LG deysizmi, qaysini deysizmi, xohlagan brendingizni kelib xarid etib olasizlar. Xohlasangiz 3 milyon so'm pul shitir qo'lingizga beraman. 3 milyon so'm. Yana bir avtomat olishingiz mumkin. Ya yana bir televizor olishingiz mumkin. Yo'q. Men sepa olajakman. Sepa zo'r podarkalari bilan ber degan yurtdoshlar uchun. Bunaqa podarkani hech kim qo'shib bermagan. Do'stlar ko'ringlar. Bir dana 1 milyon so'mlik duxovkasi, bir dana mikrovolnovkasi 1,5 milyon so'mlik, 1 milyon so'mlik Samsung pilisosi, yine bu feni, ütüki, sushilkisi, ütüki stolundan qo'shib beramiz. Gentraga biletam bor. Gentraning yanında 20 dana bitoy texnika sovg'asam bor. Do'stlar o'ylanib o'tirmanglar. Turinglar, lidermash texnikasini kelinglar, xarid etib olinglar. Bunaqa aksiya ham bo'lavermaydi. Xalqimizni o'ylab, foydadan geçip bo'lsam, zararga kirib bo'lsam, sizlarni rozi etish uchun bu aksiyalarni qo'yib beramiz. U narsa bizda realni so'zlanadi, realni amal etadi. Chiqib turib uni qo'shib beraman, buni qo'shib beraman deb degandan keyin u narsani topa olmaysiz emas. Hammasidan realni aytib beramiz. Yana kir mashinadan ko'p odam so'raydi. Yaxshi-yaxshilarni ko'rsating. Yana LG'ni 8 kiloliklari bor. Dadalari zo'rlari bor. Liboy'ni ko'rgan, Liboy'dan arzon beramiz, podarkalarni qo'shib beramiz. Skipkalarni, zo'ri, dostavkalarni, hamma narsani ko'ngli istayinday qilib beramiz, xudo xolasa. Keyin viloyatlarda o'tirib onlayn savdo qilaman deganlar uchun pastda nomer qoldiramiz. Onlayn telefon singlar ola olmasligimiz mumkin. Shuning uchun 2 nomer qoldiramiz. Shuna Telegramdan novolajakingizni yozing. Bolalar sirazi geçib bo'shashgandan sizga yozib, rasmlarni tashab, video muloqot etib turib, sizning ko'ngli istagan narsalarni onlayn xizmatini ham amalga oshirib beramiz, xudo xolasa. Do'stlar, endi balandga chiqamiz, kamerani o'chirmaymiz. Bizda hamma narsa aniq diniq bo'lsin. Balanddan zo'r aksiyalar bo'lib turibdi. Video yoqqan bo'lsa like bosib turinglar. Kommentariya shovuni zo'rini qo'yamiz. Jasurbek kommentariya shovuni hozir qo'yib beramiz. Hozir xalq uchun gel. Aytib endi kommentariya shovuni qo'ysak, qo'yib xalq biroz aytsin. 1 dana demayman, 2 dana demayman, 3 dana demayman. 4 tane demayman, 5 tane demayman, 6 tane emas, 7 tane kommentariya show qo'yib beraman. Bunaqasi hali lidermash texnikasini kanalida bo'lmagan. Xudo xolasa like bosib, kommentariya yozib qo'yasizlar, qaranglar. Birinchi o'rinda mikrovolnovka, ikkinchi o'rinda pilisos, uchinchi o'rinda pechki, to'rtinchi o'rinda utik, beshinchi o'rinda sushilki, oltinchi o'rinda fen, yettinchi o'rinda utik stol. 7 tane kommentariya showni qo'yamiz. Uni ichki bo'ladi. Bizning kanalga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Bu videoni Telegram'ı, WhatsApp'dan 10 tane do'stingiz yuborasiz. Eng so'ng xohlaganingizchalik kommentariy yoz. Nechalik ko'p kommentariy yozsangiz, o'tish imkoniyati shunchalik zo'r, ko'p bo'ladi. Lekin shu kommentariy yozib turib, yana o'tdim deb aytgan odam shu videoga like bosmagan bo'lsa, podarkasi berilmaydi. Shuning uchun o'tib olishni ansat yo'llarini aytdim. 10 tane do'stingizni tashiysiz, kommentariy yozasiz, like bosasiz, bizlarga podpisatsiya bo'lgan bo'lishingiz kerak. Xudo xolasa, buni Alloh nasib etsa Pryamoy efir günü aniqlayolmaymiz. Nechun 31 may günü odam ko'p bo'ladi. Yana bir de pryamoy efirda bu sovg'alarni o'ynashimiz kerak, gentralar. Gentran topshirgandan keyin 2-3 kundan keyin xudo xolasa ish kommentariya showlarni o'ynab beramiz. Aktiv sizlardan bu degan 31 maydan keyin kommentariya show to'xtab qolmaydi degani emas. Shu kommentariya showni o'ynayimcha yozaveringlar, o'tib olish imkoniyati ko'p bo'ladi, xudo xolasa. Do'stlarga videoni yuborib qo'yasiz. Endi balandga chiqamiz. Kommentariyani zo'ri bo'ldi, do'stlar, like bosmasanglar bo'lmaydi. Tekin sizlarga uyda o'tirib o'tib olishingiz mumkin. O'tib olish uchun shatish kerak. Bizlarga yozishingiz kerak kommentariya, like bosishingiz kerak, do'stlaringizni ulashib qo'yishingiz kerak. Endi hozir aytganda prям videoni uzmang. Balandga chiqib sizlarga yana aksiyalarni tanishtirib beramiz, xudo xolasa. Aksiyani zo'rlari bizlardan, like'ni zo'rlari sizlardan deydi-ku. Xudo xolasa televizorlarimizdan boshlaylik. Kars 43lik televizor xaritasi bosanglar. 43likda xohlagan birsingizni xarid etib olinglar. 2 milyon 390 lakımı, 2 milyon 600, men ya 1 milyon 800, 1 milyon 900 tufta televizorlarni satmayman. 43liklarni. Ular ya smart bo'lmaydi, ya Wi-Fi oladi, ya ekrani zachtali bo'lmaydi, ya ishonchli bo'lmaydi. Bizda 2 milyon 300, 2 milyon 200, 2 milyon 600 har xili bor. Endi sizlarga nereal aksiya qo'yib beraman. 43lik Liboy birsini olasizlar. Xohlasanglar bir dana gaz plita qo'shib beraman. Do'stlar, gaz plita qo'shib beraman. Yo'q, gaz plita kerakmaydi desanglar. Bir dana pilisos, bir dana misropkasi, bir dana blenderi, termopoti, qozoni, krashtiyani, dastavkasini ham qilib beramiz, xudo xolasa. Endi 50lik televizorlarga keladigan bo'lsak, 50likdan Liboy birsini xarid etib olasizlar.
Liboy birsini 4 millionlikini mi, 3 milyon 800'likini mi farkı yok. Bir dana gaz filtrasini qo'shib beramiz. Yanında kanalni aytib kelish uchun bir dana sirli sovg'asini qo'shib beramiz. Sirli sovg'ani ham zo'rini qo'shib beramiz. Endi 55liklarga keladi. Video qisqa va londa bo'lsin deb turibman do'stlar. Shuning uchun tez so'zlab turibman, chunki ko'p odam vaqtini o'g'irlab qo'yish niyatim yo'q. 55'liklerimizga keladigan bo'lsak 5 milyon 400 ming so'm, 4 milyon so'm, 4,5 milyon so'm, 4 milyon 800, 5 milyon 800. 55'liklarni Liboy birsini xarid etib olasizlar. Liboy birsini xohlasangiz tumshab xarid etib olasizlar. Bir dana gaz filtrasi, bir dana vitichkasi, bir dana sirli sovg'asi bor. Do'stlar, sizlar uchun, hammasi sizlar uchun. Gaz filtralarimizdan hammasini skidga berganmiz. Kelasiz, gaz filtralarini Liboy birsini xarid etib olasiz. Bir dana vitichkasi mendan от души подарки. 90 santimetrlik asos 90 santimetrlik vitichka. 60 santimetrlik gaz filtrasi 60 santimetrlik vitichkasi tekina qo'shib beramiz. Endi yozni eng klameson nuqta deymi nodiydi-ku. Konditsionerlar. Hozir hamma istijoqli bo'lib turibdi. Hamma konditsioner olacak, lekin ichki konditsioner olishni bilmaydi. Ichki sifatlisini ichkiligini bilmaydi. Bu sizlarga zo'r tanlov biza. Xudo xolasa bizning magazinga kelsangiz, sizni kvadratini so'raymiz birinchi o'chirda. Qishda qizdirsin, yozda sovutsinmi? Shuni so'raymiz. Tok nechik, tokinsini so'raymiz. Ko'chaga qarab oynasi bormi? Shuni so'raymiz. Shulardan umumiy xulosa olgan holda sizga qaysi to'g'ri kelishligini aytamiz. Yo'q, men o'zim bilaman, men shuni ber desam, beraveramiz, farqi yo'q. Qaranglar, do'stlar. Liboy birsini 5 milyon so'mlik Samsung olasizmi? 5 milyon brizlik Artel olasizmi? 4 milyon so'mlik Zifler olasizmi? Farqi yo'q. Liboy birsini xarid etib olasiz, Lider Mash texnikasidan yanında nima qo'shib beriladi. Birinchi uchotda ayting, 5 milyona bir konditsioner oldingiz. Birinchi uchotda dastavkasi içinde, 100 ming so'mlik krashteni içinde, 250 ming so'mlik ustanovkasi içinde, garantiyasi içinde. Undan tashqari nima qo'shib beriladi, tushunmaydi. Bir dana 1 milyon so'mlik duxovkasi, 1,5 milyon so'mlik mikrovolnovkasi, 1 milyon so'mlik pilisosi, so'ng ina kuller apparatimiz, bam 1,5-2 milyon sotilib turgan yaxshisini 1 milyon so'm deyarik, qo'shib beramiz sizlarga do'stlar. Xo'p, menga bular kerakmaydi. Men xolodilnik kerak desangiz, xolodilnik qo'shib beramiz. Xolodilnik ham kerakmaydi, avtomat kerak. Avtomat ham qo'shib beramiz. Yo'q, avtomat ham kerakmaydi. Gaz filtra kerak desangiz, gaz filtrasi bilan vitichkasini ham qo'shib beramiz. Assortimentni ko'rib turibsizlar. Assortiment juda katta. Biza nechun bunday aksiya qilib turibmiz? Biza nedan olamiz? Nechun bizlarga chot beradi? Boshqa birovlar nechun qila olmaydi degan savollarga javob beraman. Men Lider Mash texnikasini rahbariman. Eng katta rahbari o'zimman. Biza kompaniyalarga borishimiz, o'zim ham oqshom kechda Toshkentdan keldim. Biza переговор olib boramiz. Переговор degan nima degan? Kompaniyalar bilan savdolashamiz, tortishamiz, biza kolleksiyamiz katta. Bir do'konchi 10 dan olib biladi. Biza 1000 dan ola olamiz. Chunki 1000 dana, 500 dan olsak bizlarga zavod skidkani beradi. Nerealniy skidka beradi. Ayrim bir do'konchilar dushina kirib chiqmagan skidkalarni beradilar bizlarga. Chunki bizani magazinimiz 6 dana filialimiz bo'ldi. Yaqinda 7-chi sam ochilyapti. Bizada do'kon, magazin ko'pligini hisobina, biza obyomni ko'p olganimizning hisobina zavoddan skidka bonus olamiz. Bu bonusni sizlarga beramiz. Narxini ham javob beramiz. Liboy bilan narximizni solishtirib ko'ring. Podarkimizni qo'shmang hali. Narximizni solishtirib ko'ring. Do'stlar, Xudo xolasa yana bir marta oxirinda tushuntirish berib o'tib ketayim. 31-may kuni Xudo xolasa hammangizni soat 7:00 dan o'sha Vishkini yonidagi Lider magazinimizda lutfan kutib qolamiz. Bera kelishdan maqsad bilet olib ketganlar o'yinni jonli efirda ko'radi. Undan tashqari shoqdan kelgan mehmonlarimiz uchun bir shou o'tirib, sovg'alarni beramiz. Undan tashqari Xudo xolasa sizlarning nastroyeniyalaringizni ko'tarib yuborishni harakatini qilamiz. Shuning uchun hammangizni 31-may kuni soat 7:00 da magazinimizning oldida kutib qolamiz. Xudo xolasa kelsanglar hammangizdan xursand bo'lamiz. Super sovg'alar ham sizlar uchun tayyorlab beramiz. Hammaga rahmat.